ijtimoiy tarmoqlarda jamoatni yig'latgan duo degan bir hikoya chiqdi. Men o'zim o'qib mutaassir bo'ldim. Bo'lgan voqea poytaxtimizni Labzak dahasida ijarada o'tirgan bir mushtipar ona boshidan o'tgan sinoatlarni hikoya qilganlar. Poytaxtdagi Labzak dahasida 3 ta farzandim bilan ijarada o'tirardik. Tirikchilik taqdiri taqozosi bilan erim Rossiyaga ketib 4 yildan beri nom daraksiz yo'qolgan payti edi. Bir tomonda ijarani pulini to'lashimiz kerak, bir tomonda bolalar yeyman, ichaman deb turgan payt, hamin qadar tirikchiligimiz o'tib turgan payt. O'sha paytlar Toshkent shahrida nomi chiqqan Sharshara degan kafeda oshpaz bo'lib xizmat qilardim. Bir kun dam oladigan kunim, ona, nihoyat bugun siz dam olar ekansiz. O'ziz qo'lingiz bilan shirin bir taomlarni tayyorlasangiz, dasturxonda hamjihat bo'lib o'tirsak, dasturxonda o'tirib ovqat tanovul qilsak deb bolalarim ham xursand bo'lishdi. Bexosdan kafe rahbarlaridan telefon bo'ldiki, bugun yetib kelmasangiz bo'lmaydi. Aeroport xizmatchilari mana bugun ziyofat tashkil qilishgan, sizni ishtirokingiz kerak degan gapni gapirishdi. Tirikchilik bir tomonda bolalar, noiloj men ishga ketdim. Xizmat jarayoni ishlab turgan paytim yonimda turgan sherigim dog'langan. Qizib turgan yog'ni ko'tarib kelayotganda bexosdan sirg'alib yiqilib, qizib turgan yog' qo'limga to'kildi. Terim bilan tirnoqlarimni ko'chib tushayotganligini ko'rdim. Qolgan narsani eslolmayman. Ertasi kuni ko'zimni ochsam, Toshkent shifoxonasida yotgan paytim, qo'llarim bog'langan, dard ustiga og'ir dard. Yana